O'ylab qarasam, hali bunaqa imkoniyat berilmagan ekan bu profilda. Ya'ni sizlarga bitada Magnato'dan 4 ta top modellarni ko'rish imkoniyatini bermoqchiman. Birinchisi Tracker 2 ga taqilgan Beren g'ilofi. Buni xarakteristikasiga sirazu to'xtalib o'tadigan bo'lsam, Koreya matosi hamda kojadan iborat. Yonidagi Magnato Rich modeli, buni o'rtasiga birinchi sort yaxshi sifatli alkantara qilingan, qolgan joylari to'liq sifatli Koreya matosidan iborat. Kojali joyi yo'q, ya'ni. Uchinchisiga keladigan bo'lsak, Magnato Elegance modeli. Merce Elegance avlodlaridan, salonidan ilhomlangan holatda ishlab chiqarilgan. O'rta qismi, podgalonniklari to'liq nemetskiy materialdan, qolgan joylari bo'lsa kojadan, kollaboratsiya bo'lish uchun qizil ipdan chokla qilingan. To'rtinchisi Magnato Rich Ultra. Mana bu perforatsiyali dizaynni ochib turgan qismlari bo'lsa, alkantaradan iborat, qolgan hamma qismlari sifatli kojadan iborat. 1 2 3 4. Narxini bilish uchun mashinaning modeli va sizga yoqqan chexollar raqamini yozib qoldiring. Misol uchun Cobalt 4. O'shanda Rich Ultra'ni narxini sizga tashib beramiz, aynan Cobalt uchun. Xullas, bu chexollar ko'pchilik xalqqa manzur bo'lib ketayotgan chexollar. Sizlarga ham yoqqan bo'lsa, videoga like bosib qo'yinglar va unutmanglar, Magnato har bir detalda ekskluzivlik.